Assalomu alaykum. Bugun sizga aytib bermoqchi bo'lgan kitobim aynan urush ortida bir qizaloqning kechirganlari haqida. Ha, bu siz to'g'ri topdingiz. Bu Laylo. Agar taxmin qilgan bo'lsangiz. Shu vaqtgacha men uchun urush davrida o'smir qizlarning eng ayanchli taqdiri aks etgan kitoblardan biri bu Anna Franklin haqida edi. Kitoblar qaysidir ma'noda juda ham o'xshash. Ya'ni Anna Franklin asarini ochib qarasak, u ham kundalik shaklda yozilgan. Layloda ham xuddi shunday. Ya'ni roman bir qizning boshidan kechirganlarini aynan uning tilida kundalik shaklda ko'rasiz. Bu yerda sanalar bilan ham berilgan ba'zi bir ma'lumotlar. Lekin men uchun bu asar Anna Franklindan da qo'rqinchliroq tuyuldi. Nega? Anna Franklin bu qisqacha sizga ma'lumot aytadigan bo'lsak, Ikkinchi jahon urushida davrida yashagan Germaniyada yevrey oilasida tug'ilgan qizaloq va bu urush davrida konslagerga tushib qoladi va uni hayoti ana shu yerda yakuniga yasaladi. Va butun boshidan o'tkazganlari urush davri boshlanishi yu qanday qilib konslagerga yetib borganigacha aks etgan. Kitobni to'g'ri men 100% o'qiganman deb ayta olmayman, ammo Anna Franklin haqida ko'plab filmlarni ko'rganman. Hujjatli va biz ko'radigan badiiy kinolarni ham. Laylo haqiga to'xtaladigan bo'lsak, bu urush Ikkinchi jahon urushi haqida emas. Bu boshqa urush. Va bu yerda ham o'sha qaysidir ma'noda bir-biriga o'xshash jihatlari bor. Ammo Layloda taqdir va hayot inson bolasi yashab bo'lmasligi, inson bolasi boshidan kechirmasligi kerak bo'lgan hamma narsani boshidan o'tkazadi. Va o'zim uchun eng katta olgan xulosam, yana oldin ham bu narsa haqida ko'pchilik aytar edi va yana shu xulosaga qayta amin bo'ldim. Qo'rqoq do'stdan mard dushman yaxshiroq. Nega? Negaki qo'rqoq do'stni qachon sizga pand berishini bilmaysiz. Albatta kitobni o'qing. Kitob juda ham qiziqarli va insonni chuqur o'yga toldiradi. Va hozirgi hayotimizdagi tinchlikni yana ham qadrlay boshlaysiz. Va hozirgi hayotdagi biz yashayotgan tinchlik nimalar evaziga biz bilmaydigan urush ortidagi mayda ko'p ko'z yoshlar va biz ko'rmagan, bilmagan, tarix bilmagan juda ko'p hikoyalarga to'la. Ana shu hikoyalardan biri bu Laylo.